lab qarishi va labga ajin tushishini bilarmidingiz? Hurmatli ayollar, bu sizlar uchun juda ham muhim. Umr bo'yi bitta ayol qancha lab bo'yog'i o'zi bilmagan holda yeb qo'yishini bilasizlarmi? 1,5 kilodan 2 kilogacha lab bo'yog'i o'rtacha surganda, kuniga 1 marta yoki 2 marta ishlatganda 1,5 kilogramm, 2 kilogramm atrofida lab bo'yog'i yeb qo'yishi mumkin butun umr davomida ayol kishi. Labni pomada qanaq qilib qaritadi? Pomada tarkibida qo'rg'oshin, paraben, sifatsiz bo'yoqlar va boshqa mikro va makro metallar bilan boyitilgan bo'ladi. Ayol organizmining eng mikrobga boy joyi bu lab bo'ladi. Albatta, lab bo'yog'ini ishlatadigan ayollarniki. Ayollarga nisbatan erkaklarning labi bir necha barobar kamroq qariydi. 20 yoshli ayol bilan 40 yoshli erkakka labini qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, erkakning labida hech qanaqa chiziqlar bo'lmaydi. Ahamiyat beringlar. Ayollarning labida mayda chiziqlardan boshlanadi. Bu ajin bo'ladi. Labga ham ajin tushadi. Birgina tavsiyam bor. Sifatsiz lab bo'yoqlardan xalos bo'ling. Ovqatlanishdan oldin lab bo'yog'ingizni tozalab keyin ovqatlaning. Va kuniga 1 marta yoki bo'lmasam 2 marta uzog'i bilan lab bo'yog'i ishlating. O'shandagina demak siz o'zingiz organizmingizni ortiqcha metal, ortiqcha alyuminiydan, demak sifatsiz sintetik demak bo'yoqlardan xalos etgan bo'lasiz. Bu tavsiyani har bir ayol bilishi kerak. Ayolingizga albatta jo'natib qo'ying.